Yaxşımısınızlar, aziz mehmonlar. Hammalarning bu vaqt xayrlik bo'lsin. Bugungi mushu naq maydon faoliyatga yiroq yaqindan kelgan bizning mush faoliyatimizniki o'ngishli bo'lish uchun hamdamda bo'layotgan barliq aziz mehmonlarga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Rahmat. Endi biz nima uchun mushu izzatlarni hamkorlik o'rnatdik degan vaqtida bizniki cho'ngstamniki zamonaviy tamoqlari zamonaviy uslubda ishlandi. İzzatmo bizniki butun hozirgi diyorimizdagi yoshlarning bir faxri. Bizni birinchidan bizning bu maslahatimizga intayin mos kelganlik uchun biz izzatni obraz vakillikka tanladik. Izzatninki buningdan keyingi tantarbiya ishlariga chin ko'nglimdan utuqlarni tilayman. Ham izzatga o'xshash hozirgi zamon faxrlarining kundan kunga ko'payishiga chin ko'nglimdan tilakdoshman. 13 yıldan buyon Cho'ngstam yemek-ichmak chekishlikni nihoyat yaxshi qo'llab keldinglar. Bizmo o'ziksiz sizlarga pokiza ishonchlik bo'lgan yemeklarni ishlab chiqarib keldik. Buningdan keyinmi mushu pokiza ham ishonchlik yemeklarni ishlab chiqarish yo'lida to'xtamay izlanamiz. Ham mushu tantarbiya sohasiga bizningki sizlar qo'llab bizni mush o'ringa chiqargan bo'lgandan keyin bizlarmi mush tantarbiya sohasiga bir kishilik to'pimizni qo'shishni chin ko'nglimizdan xohlaymiz. Rahmat, hammalarga chin ko'ngil rahmat aytaman.